Bizda o'zgarib ketdi-da juda ko'p narsalar. Hattoki xalqimizning ongiga ko'p noto'g'ri maqollar kirib ketgan. Masalan, aytadi, sherikchilik qilib bo'lmaydi, sherikchilik go'shtini hech kim yemaydi va hokazo aytadi. Va shuning ichida eng yomon maqollardan bittasi: yetim qo'zi asrasang og'zi burning moy bo'lar, yetim bola asrasang og'zi burning qon bo'lar degan juda xato maqol bor. Bu musulmonning maqoli emas, azizlar. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadislarni sizlarga aytmoqchiman. U zot aytadilarki: ana va kafilul yatim fil jannati hakada. Qo'llarini sahobalarga ko'rsatib, o'rta barmoq bilan ko'rsatkich barmog'ini ikkalasini bir-biriga tekkizib, men va yetimning kafillikka olgan kishi jannatda shunday turamiz deb bir-biriga tekkizdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga eng yaqin turadigan, yelkasiga tegib turadigan darajada qo'shni bo'lishni xohlagan kimsa yetim parvar bo'lish kerak. Yuqorida aytilgan maqol Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarini inkor qilishlik bilan birga juda katta gunoh ham. Qanday qilib Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yetim parvar bo'lgan odam bilan jannatda men shunday turaman deb tursa-yu, biz yetim boqsang og'zing qon bo'ladi desak, musulmonning gapi emas. Yetim parvar bo'lishimiz kerak. Yetimni boshini silashimiz kerak. Kitoblarimizda qarang, Rasulimiz alayhisolatu vasallam bir hadislari bor. O'sha kim yetimni boshini silasa, bu to'g'ri ma'nodagi silash. Sochlarini tuki barobaricha unga ajr bo'ladi degan. Men bir paytlar ko'zim tushgan edi bir gapni. Agar deydi biror bir odam yetimni boshini silasa, yuqoridan pastga qarab silasin, pastdan yuqoriga silamasin, sochi qayrilib ozor berib qo'ysa qiyomatda javob beradi deb. Shunchalik darajada ozordan ehtiyot qilinyapti yetim. Shunchalik darajada. Ana shuning uchun ham yetimlarni haqqiga xiyonat qilmaslik, ularni ehtiyot qilishlikka chaqiriladi.